Hürmetli Koç Köprü Avtomobil abunachilari, sizlere satıp berere gep turgan Cobalt'ımızı eldinden to'lovsiz koyup beramiz. Qaranglar, üstüne 1000 so'm pul koyulmadı. Egeni razı kılıp, arzonlashtirib, to'lovsiz koyalı, nölden koyalı deb kanalımızın rivoji uchun deb iltimos qilib, sizlar uchun bahosini arzonlashtirgan holda 2022 yil avtomat korobka Cobalt'ımızı 1 so'm pulsiz koyup beramiz. Lekin fakat Xorazm propiska bo'lsa beramiz, sho'rina e'tibor beringlar. Viloyatlarga chiqarib bilmaymiz hozircha. Qoraqalpoq, Xorazm bo'lsa beriladi, eldinden to'lovsiz beriladi. Oylik to'lovi 4 million 400 ming so'mdan 5 yil muddatga chiqadi. 2022 yil avtomat korobka shopper eshigida ilk krelinde kapotuni yüzünde kraskasi va gelip tekshirib olishlaringiz mumkin. İçine o'tmagan. Yurgan kilometrlarına keladigan bo'lsak, 110 ming kilometr yurgan. Klapın açılmagan, klapın rigrovka bo'lmagan e'tibor beringlar. Motorlarında hech yerinde hech qanday ошибкасы yok. Maşin propanda. Maşin Koç Köprü Avtomobil'de satıda duradi. 24 saat işte adam bo'ladi. Bemalol gelip savdolashib olishlaringiz mumkin. Maşinin işi bir dana diskesi, prostoy diskesi duruptu. 3 tane diskesi üzerine saka diskelerinde duruptu. Hürmetli abunachlarimiz, sizlarni kutamiz. Maşin xudo xolasa azanadan satıladi. Bunu menden so'rab qo'ygan adamlar ko'p edi. Hozir endi nomerlari doğrusu yadımdan chiqib ketdi. Agar podpiska bosib qo'ygan bo'lsa, o'zi kelib ko'rib olishi mumkin. Shavatdan bir atımız so'radi, Güllenli bir atımız so'radi. Nölden koysanız ayting ağa deb. Lekin uzr nomerlaringiz menda yo'q. O'zlaringiz ko'ringlar. Ana eğer kanala podpiska bosib qo'ygan bo'lsangiz da yine nölden sizlarga Cobalt. Getdi, sotuva qo'yildi esa.